Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam, boludu. Ben sana ço, hazırlam, dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Leynin balisi sayda yatkanda desek, bir keçede min kopup ak süt begen annesi. Ellelley, ballam ne. Omaklarım, keşlikanlar hayırlik bolsun. Bugün ben sizlerge Xemir Batur degan çöçekni etip beraman. Amisa qulaq silip anlanglar ha? Çöçek Xemir Batur. Burun bir ovchi o'tgan ekan. Uning birmi farzandi yo'q ekan. Bir kuni ovchi ovga chiqib ketganda ayoli ko'ngli yerim holda nonga xemir yug'urib o'tirib, xemirdan bir bola yasab qo'yibdi. U yig'lab turib non yeqivasa, bir o'rdak uchib ketib berib, "Ay ayla, uyda balang yig'layotdi" debdi. Ayol o'rdakning gapiga eran qilmasdan ishini qilaveribdi. Bir vaqtda o'rdak uchib ketib etib, yana shundoq debdi. Ayol yana ishonmasdan uyga kirmabdi. O'rdak 3-qitim uchib ketib berib yana, "Hay ayla, balang bak yig'lab ketib boradi" debdi. Ayol, "Voy, bizda yig'laydigan bola nemish qilsin?" deb uyga kiribdi. Qarasa, rostila hiliq xemirdan yasab qo'ygan bola yig'lab yotquday. Ayol xushal bo'lib balani emitib baqsa, bola emibdi. 3 kundan keyin eri kelibdi. Qarasa, ayoli bola tutib o'ltirgan. Bu kimning bolasi? deb so'rabdi ovchi. Ayoli, "Mening bolam" debdi. Eri ishonmasdan, "Sen birsining bolasini so'rabsan-a?" deb yangi tuqqan ayollarning hammasini chaqirib balani emitkizibdi. Bala o'z onasidan boshqa hech kimni ammabdi. Shuningdan keyin ovchi, "Rostingni ayt, qandoq topding bu bolani?" deyishiga ayoli, "Mening xemirdan bo'lsimi bolam bo'lsa dedim, teligimga yetkizdi" debdi. "Undoq bo'lsa, bu bolaning ismini Xemir Batur qo'yaylik" debdi eri. Kunlar, oylar, yillar o'tib, bala 7 yoshga kiribdi. Bala bir kuni, "Dada, nega borasan?" deb so'rabdi. "O'g'u boraman bolam" debdi dadasi. "Sen borgan o'g'a menmi borsam bo'lamdi?" debdi Xemir Batur. "Yo'q, bolam, sen texi kichik" debdi dadasi. "Yo'q, dada, men sening bilan birga boraman. Sening ishingni ko'raman va o'g'inaman" debdi Xemir Batur. "Hay, bo'pti. Ammo mening aytganimni ishlaysan-a? To'r deganda o'rningdan qo'zg'almaysan" deb chekibdi dadasi. "Xo'p, bo'ladi, dada" debdi Xemir Batur. Shuning bilan ular ovga chiqibdi. Bular cho'lmu-cho'l, tog'mu-tog', g'ar-mu-g'ar, jangal-mu-jangal, to'qay-mu-to'qay arlab yurib, ko'p kiyiklarga gaz kapdi. Ovchi balsini sinash uchun bir bo'g'az kiyikni oldiga haydab berib, "Ot, bolam, ot!" deb baqiribdi. Xemir Batur otmoqchi bo'lib o'qyani kerib, otmabdi. Dadasi, "Nemish qotmading, ha? Nemish qotmading?" deb qattiq baqiribdi. Xemir Batur ayibli kishidek dadasidan kechirim so'rabdi. "Dada, u bo'g'az kiyik ekan. Shuning uchun otmadim. Ayiblik men. Kechirasan" debdi Xemir Batur. "Ey, xayr, bo'pti. Unda bo'lsa, rahmat sana" debdi dadasi. Ular uyga qaytib keldi. Aradan bir necha yil o'tib, Xemir Batur dadasidan yolg'iz chiqib ov ovlashga ruxsat so'rabdi.
U bir taqqa qarab mengapti. Bir qancha tog'lardan eshib, bir g'arning ichida ovlab yursa, uningga bir ovchi yo'liqibdi. Bala bu odamning kim ekanligini bilish uchun "Men Xemir Botir bo'laman. Mushu tog'larni sayohat qilib, ovlab yuraman. Siz kim bo'lasiz?" deb so'rabdi. "Men mo tog' aro sayohatda yurgan tog' botirman", debdi yo'liqqan odam. "Undaq bo'lsa, ikkimiz do'st bo'laylik. Bu tog'larda beli ovlaylik-ku", debdi Xemir Botir. Ikkisi do'st bo'lib ishkirlab mengapti. Bir tog'dan o'tib, ikkinchi bir tog'ga yetibdi. U tog'da yana bir odam gaz kelib, ko'l yoqasida yashagan ko'l botir bo'lib chiqibdi. Bularning barliq sirlari ma'lum bo'lgandan keyin uchi bir bo'lib ovchilik qilishibdi. Bir g'arda makonlashibdi. Birinchi kunlik tomoq uchun ovlash navbatini tog' botirga beribdi. Tog' botiri sahar turib bir kiyik etib kelibdi. U tomoqni pishirguncha qolgan ikkisi ovlab ketibdi. Tog' botir tomoq pishirayotganda o'zi bir g'irish, soqili 7 g'irish bir buvay kelib, "Voy bolam, go'sht pishdimi? Menga go'sht bera", deb so'rabdi. Tog' botir g'azablanib buvayni qo'g'lab ekan, buvay Tog' botirni ko'ksidan ittirib etib, qozonning qo'lqidan tutib, barliq tomoqni birli simirib tugitibdi-da. "Xayr xo'sh", deb ketib qopdi. Sheriklari topqinni elib qaytib kelsa, Tog' botir quruq qozonga qarab bezirib o'ltiribdi. Sheriklari: "Hey Tog' botir, bu nima ish? Pishirgan go'shting qani?" deb so'rabdi. Tog' botir: "O'zi bir g'irish, soqili 7 g'irish bir buvay kelib yeb ketdi", debdi. Ikkinchi navbatda tomoq etishga ko'l botir qopdi. Bu chaqdimi yuqorqidek voqea yuz beribdi. Uchinchi navbatda tomoq etishga Xemir Botir qopdi. Uning tomoqi pishib tayyor bo'lganda o'zi bir g'irish, soqili 7 g'irish yiliqi buvay paydo bo'libdi. Xemir Botir buvayning so'ragan tomoqini beribdi. Buvay yana so'rabdi, ikkinchi qitim Xemir Botir bermabdi. Buvay Botirga kelib esilibdi. Xemir Botir buvayning soqildan tutib, daraxtga bog'lab qo'yibdi. Angacha sheriklari kelib, buningga hayron bo'lib, xo'shal-xo'ram tomoq yeyishibdi. Bular tomoqni yeb bo'lib chiqcha, buvay daraxtni yildiz bilan yo'lib olib ketib qopdi. Botirlar kaynidan izlab bir yerga borsa, u bir quduqqa tushib ketgan ekan. Uch botir maslahatlashib, Xemir Botir tushishga tayyin bo'pti. U arg'amchi bilan belini bog'lab tushishiga, yiliqi buvay uningga esilibdi. Xemir Botir buvayni o'ldirib qarg'udak bo'lsa, bo'yniga jiq oshqushlar esilgan bir qora mushuk paydo bo'pti. U darhol mushukning qillisini elib, oshqushlarni qo'lga tushiribdi. Ikkinchi tarafga qarasa, qator selingan imoratlar turgan. Yugurib berib bir eshikni ochsa, bir sanduqqa selib qo'ygan hur qizni ko'ribdi. U qizni sanduq bilan elib chiqib, sheriklarga "Tortinglar" deb yuqorga chiqiribdi. Qaytib kelib, qolgan eshiklarni echib qarasa, birda liq odam, birda liq hayvonotlar turgan. Odamlar: "Ma'oroq, u semiz", deb cho'rqirishibdi. Xemir Botir: "Anglanglar, men yirtqush emas, odam bolasi. Sizlarni ozod qildim. Sizlar endi ozod. Xohlagan yeringlarga ketinglar", debdi. Odamlarni ozod qilgandan keyin Xemir Botir quduqning og'ziga kelib: "Og'inilar, men keldim. Meni tortinglar", deb vaqirabdi. Heliq ikkisi qizni ko'rgandan keyin niyatini buzib, Xemir Botirni o'ldirishga to'xtam qilishibdi-da, Xemir Botirga arg'amchini tashlab, quduqdan chiqishiga oz qolganda, arg'amchini qo'yib yetibdi. Xemir Botir quduqning tubiga tushib ketgandan keyin u ikkisi qizni talishib, urushib qopdi. Xemir Botir quduqning tubiga tushganda so'ngak-so'ngaki sunib ketibdi. Ammo o'lmabdi. Bir vaqtda bir hari paydo bo'lib: "Voy bechora odam bolasi, sen menga yaxshilik qilgan, men senga yaxshilik qilay-a?" debdi. Uning har bir uchib qo'ngan yeri saqiyib turibdi. Xemir Botir saqiyib turgandan keyin hara: "Bu boshqa bir dunyo, men senga yo'l ko'rsatay.
40 kecha-kunduz yo'l yurgandan keyin tog' bag'rida yashaydigan bir buvayga uchraysan. Shu buvayning murodini hosil qilsang, buvay sana yo'l ko'rsatib beradi. Debdi. Ular ayrilishgandan keyin Xemir Batur hari aytgan muhlat ichida buvayga dush keldi. Buvay nihoyat qo'rqinish bilan yer haydab turganda Xemir Batur: "Buva, balangiz yo'q bo'lsa bala, qulingiz yo'q bo'lsa qul bo'lay" deb salom berib keldi. Buvay: "Voy balam, qattiq varqirma. Bu yerda yurtqushlar ko'p. Agar unimizni anglab qolsa, hozir yetib kelib bizni yo'q qilib etadi" debdi. Xemir Batur: "Qo'rqmang buva, qo'rqmang. Yiroq safardan kelayotgan bir musofirman. Sizning qushingizni haydab turay. Mening qo'rsqimni to'yg'izing" debdi. Buvay: "Xo'p, biroq o'ningni chiqarma, ha?" deb chekib uyga ketibdi. Buvay ketgandan keyin Xemir Batur qattiq vaqirab naqsh aytib qo'sh haydabdi. Uning unini anglab, yo'lvaz, sherga o'xshash vahshiy hayvonlar paydo bo'ldi. Xemir Batur o'ziga yaqin kelganlarni tutib, qo'shqa qaytibdi. Bularni urib turib ishlatib, buvay kelgicha nurg'un yerni haydab, etizlikni kengaytib bo'pti. Buni buvay yiroqdan ko'rib: "Qo'yvat bolam, qo'yvat. Sen yo'qda meni o'ltirdi bu yirtqichlarga nemishqa chaqilding ha?" deb vaqirabdi. Xemir Batur yirtqichlarni qo'shlab bog'lab, buvayga ko'rsatib: "Buva, bular endi sizga tegmaydi" deb qo'yib etibdi. Andan qo'rsqini to'yg'izib, o'zining maqsadini aytibdi. Buvay: "Bolam, sen mushu tog'ni yoqilab mangsang, bir daryoga dush kelinsan. U daryoning o'ttirsida bir chinor darxi bor. Chinorning uchida surmuqushning bolalari bor. Har yili ajdaho kelib surmuqushning bolalarini yeb ketadi. Shu ajdahoni o'ltirsang, surmuqush degan yeringa yetkazib qo'yadi. Ajdahoni hech kim o'ltirolmagan. Mush qilish bilan o'ltirish mumkin" debdi va Xemir Baturga bir qilish beribdi. Xemir Batur buvay bilan xo'shlashib yo'liga ravon bo'pti. Kunlarning birida tog' yoqilab, osh yalang'och daryo bo'yiga yetib beribdi. Qarasang, haqiqatan chinor darxi ko'rinibdi. Xemir Batur chinor darxining to'viga kelib demini olgandan keyin putoqlarga eslib chinorga chiqibdi. Qoq yerimga chiqibla daryoni yerib kelayotgan ajdahoni ko'rib, Xemir Batur yuqori chiqishni to'xtatib, ajdahoga qarshi tayyorlik ko'ribdi. Birdamdan keyin ajdaho chinorga ikki urilib, qushning ballarini dam tortibdi. Shu chaqda Xemir Batur qilishni to'g'ri tutib, etilib tushibdi-da, ajdahoni qoq o'ttirdan yerib, daryoni qonga bo'yabdi. Ajdahoning yerimi daryoning bu chetida, yerimi daryoning u chetida yerilib yetibdi. Shuningdan keyin Xemir Batur holsizlanib, aran deganda qushning o'siga yetibdi. Buni ko'rib qushning ballari Xemir Baturni yutmoqchi bo'pti. Xemir Batur: "Hay jonivorlar, yaxshilikmi yoki yaxshilikqa yomonlikmi?" deb so'rabdi. Yaxshilik, nima yaxshiliqing bor?" deganda Xemir Batur: "Daryoga qaranglar" debdi. Ular daryoga qarab, ajdahoning ikki parcha bo'lib yotganligini ko'ribdi. "Bu nima voqea?" deb so'rabdi ular. "Bu ajdaho har yili sizlarning aqllaringlar bilan hadilaringlarni yeb ketadi. Men shu ajdahoni o'ltirdim. Ishonmasanglar, onanglardan so'ranglar. Agar yolg'on bo'lsa, meni o'ltiringlar" debdi Xemir Batur. Surmuqushning ballari: "Undoq bo'lsa, bizning qontimizning orsiga kirib ol, bo'lmasa onamizni yeb ketadi" deb uni qanot ostiga oldi. Xemir Batur yetib damabdi. Bir ozdan keyin bo'ron shivirg'on bilan qor yomg'ir yog'dirib, surmuqush kelibdi. Qushning ballari: "Bizning onamiz kelyotdi. Qo'rqma yotqina, qo'rqma" debdi Xemir Baturga. Surmuqush o'siga qo'nishi bilanlar: "Odamning po'riqi bog'u" debdi. Qushning ballari: "Hey, ona, yaxshilikmi yoki yaxshilik yomonlikmi?" deb so'rabdi. "Albatta, yaxshilik, yomonlik bo'ldi-da, bolarim" debdi onasi. Ballari:
Unda bo'lsa, sen daryoga qarab baqa, debdi. Qush daryoga qarab ajdahoning o'lib yotganligini ko'rib, "Buni kim o'ldirdi? Ha? Chiqar uni!" debdi. Balları uni qanotlari ostidan Xemir Baturni chiqarishiga surmuqush uni yutib etibdi. Balları anasining og'ziga eslib, "Ona, nimishqa yo'qchilikqa yomonlik qilasan?" deb so'rabdi. "Taqat qilinglar ballarim", dedi surmuqush va bir hazodan keyin Xemir Baturni chiqarib. "Xayr, bu o'zi aqlliq bola ekan. Sizlar savri qilmadinglar, texmi aqlliq bo'ladi. Hay bala, sen endi nima tilaysan?" deb so'rabdi. Xemir Batur, "Men bir musofirman. Mening tiligimga yetmak to'limi qiyin", deb ko'ziga yosh opdi. Surmuqush, "Tiligingni ayt, men murodingga yetkazaman", debdi. Xemir Batur o'zining beshidan o'tganlarni so'zlab beribdi. Shuningdan keyin surmuqush 40 kecha kunduzlik ozuq suyni tayyorlab Xemir Baturni ustiga mindirib yo'lga chiqibdi. 39 kecha kunduz ushqandan keyin ozuqi tugabdi. Bir kecha kunduz qilganda qush tamoq so'rabdi. Xemir Batur amalsizlikdan o'zining bir yonpishining go'shini kesib elib beribdi. Surmuqush yana suv so'rabdi. Xemir Batur bir ko'zni uyib beribdi. Shuningdan keyin surmuqush degan yeriga yetkazibdi. Bir aylanib yerga tushgandan keyin qush, "Ang oxirgi kuni menga shundoq tatliq go'sht suv berding. U qandoq go'sht bilan suv edi?" deb so'rabdi. Xemir Batur, "Ozuq tugab, amalsizlikdan yonpishim bilan ko'zimni o'yib bergan edim", deyishi bilan qush Xemir Baturni yutib, bir ozdan keyin burunqi aksiga keltirib, to'lg'an yigit qilib chiqaribdi. Shuningdan keyin surmuqush, "Mana endi degan yeringga yetkazdim. Endi bolarimning yeniga boray", deb xo'shlashib ketib qopti. Xemir Batur aylanib bayqi quduqning og'ziga keldi. Kelsa, sheriklari texich qiz uchun jang qilishayotgan ekan. Ular Xemir Baturni ko'ribla qo'rqib, qechib ketibdi. Xemir Batur qizni elib, ota-onasining yeniga qaytib berib, murodiga yetibdi. O'maqlarim, sizlar bu cho'chakdan nimani his qildinglar? Men bu cho'chakdan Xemir Baturning intayin aqlli, oq ko'ngil, qo'rqmas ekanligini, bo'libmi o'z yolg'iz o'g'i chiqishidan, birinchi bo'lib quduqqa tushishidan, yo'lvoz, sherga o'xshash vahshiy hayvonlarga yo'liqibmi ulardan qo'rqmasligidan, ajdaho bilan elishishidan uning intayin botir ekanligini his qildim. Voy, demisimi bu cho'chakni Xemir Baturdan o'rgangan yerlarimiz bak chiqqan, ha? Undaqda biz Xemir Baturning bu esil xislatlarini o'zimizga ulgu qilib, atrofimizdagilar qiyinchilik uchirganda yordam qila oladigan, Xemir Baturga o'xshash cho'nglarni ko'rganda salom beradigan, adab axloqliq, oq ko'ngil, aqlli, bahodir bola bo'laylikmi? Shu vaqtda Xemir Baturmo bizga apirin etmay qolmaydi. O'maqlarim, kech bo'p ketibdi. Amsa bugun boldir uxlanglar.